Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizdek Saltanat yanida bo'ladi. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, manej bo'ladi. Manej, vokzal, ranch universitet bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shu yerimizda 3-qavatda 3 xonali tayyor doğru kelib yashagan joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizni ichki qismi bilan danishib chiqamiz. Hörmətli yurtdoshlar, 3-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz rossiyskiy demir eshik bo'ladi, qalin sifatlisidan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Yerimiz ko'rib turganlaringizdek shuning ko'rinishda ajoyib bo'lib turibdi yine. Keng tushgan, hurmatli yurtdoshlar, kichkina emas. Bu yanimizga yine Görünler, ayak teleri laminat pol, belleri aboydan çıkıp çırayla bo'lib turibdi. Joyimizga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimiz sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzilimiz ham ayak teleri kafel, dapataloqadan çıraylatib, plastikatib, çıraylatib urib qo'yibdilar yine. Vannasi ham yaxshisidan qo'yilgan. Bir de kirmashin, tazarin yaxshisidan qo'yilgan ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz hurmatli yurtdoshlar zalimiz bo'ladi. Zalimizga o'zlaringiz baho beringlar. Kengligini, kattaligini, urli tushgan, kichkina emas yana. Ko'rib turganlaringizdek ayak teler laminat pol aboydan chiqib turibdi. Gipsa kardon bilan komissiyativ chiroylatib qo'yibdilar. Konditsionerlaring yaxshisidan qo'yibdilar hurmatli yurtdoshlar. Bu yerimizda esa televizorning ham duribdi zo'rinni. Bu xonamiz spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham ajoyib tushgan, kichkina emas. Aboydan chiqib turibdi. Bu yerimiz ham ko'rib turganlaringizdek imzo ayna qo'yilgan, akvani yaxshisi qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Jaluzi perdeleri koyulup turibdi. Bu yerimizde ko'rib turganlaringizdek akkuratni bo'lib turibdi. Yine aboydan chiqqan, tayyor doğru kelib yashab beraverasizlar. 3-qavatda mestasam dum zo'r. Joyga qarang, zo'r. Sizlar uchun ajoyib yaxshi mesdadan zo'r joylarni chiqarishda davom qilaveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimiz yana bir spannisi bo'ladi. Bu yer spannisi ham katta tushgan, kichkina emas. Hurmatli yurtdoshlar, yine ko'rib turganlaringizdek ajoyib bo'lib turibdi yine. Aboydan chiqqan hurmatli yurtdoshlar. Bu yerdan televizorlar, bir mebellari qo'yilib, chiroyli bo'lib turibdi. Imzo ayna aytib o'tganimizda akva qo'yilgan, jaluzi perdalari qo'yilib, tayyor holatda bo'lib turibdi joyimiz. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas yine. Ko'rib turganlaringizdek, bu yer katta zala bo'ladi. Esa endi bu yerimiz ham akva ayna bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Tak, bu yerimizga giradigan bo'lsak, bu yerimiz esa kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham kichkina emas, katta tushgan, keyin aboydan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bir narsaga e'tibor etamiz hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda dual konturli katyolning eng yaxshisini, ya'ni zamonaviysini ko'rib qo'yibdilar. Ko'rib turgan, kelib o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. Dual konturli zamonaviy katyollardan qo'yilgan. Bu yerimizda aytib o'tganimizdek, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Joyimiz kuxni mebellari ham, gaz plitelari ham tayyor holatda. Aristollaring ham yaxshisini qo'yganlar. Shularni aytib o'tish kerak обязательно. Tak, shunda joyimizning narxina keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxi 385 million so'm. Zudlik bilan sotiladi. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning joy so'rab birga donish bilishlarga tashakkur qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.